Senda shunaqa imkoniyat bor. Tarixga qaytib, bitta tarixiy shaxs bilan suhbat qurish. Kimni tanlarding? Amir Temur. Alisher Navoiy. Kimni tanlarding? Amir Temur. Abdullaxon II. Baydullaxon. Napoleon Bonaparte. Chingizxon. Islom Karimov, Amir Temur. Islom Karimov, Jaloliddin Manguberdi, Shohmurodxon. Abu Ali ibn Sino. Umar ibn Hattob. O, gap yo'q. Chingizxon. Fotima ustida qirol. Kim? Elizabetda. Elizabet ikkinchimi? Nima? Adolf Hitler. Napoleon Bonaparte. Chingizxon bilan. Franklin. Amir Temur. Amir Temur bilan ko'rishgan bo'lar. Kim? Amir Temur. Gitler. Kim bilan? Chingizxon. Ismoil Safariy. Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur bilan.